Hozir sizlarga juda bir kerakli informatsiyani bermoqchiman. Ko'pchilik aritmiyasi bor bemorlar aritmologga emas, kardiologga yoki endokrinologga murojaat qilishganlarida bu aritmiyaning asosiy sababi buqog'ing bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb aytishadi. Darhaqiqat shunaqa. Demak, qalqonsimon bezni bizda demak bo'ynimizda qalqonsimon bez bo'ladi. Bu bezning asosiy vazifasi gormon ishlab chiqarish. Ya'ni levotiroksin degan gormon ishlab chiqaradi. Bu gormon organizmni o'zini sog'lom holatda yurishi uchun demak normal chegarada bo'lishi kerak. Qalqonsimon bezni funksiyasi ikki xil buzilishi mumkin. Demak, funksiya oshib ketishi mumkin haddan tashqari yoki funksiya tushib ketishi mumkin. Bu nima degani? Bez shunaqangi holatga bo'lib qoladi, ya'ni bu gormonni haddan tashqari ko'p ishlab chiqaradi. Ba'zi bir holatlarda kam ishlab chiqarish mumkin. Bu gormonning nojo'ya ta'siri agarda qonda uni konsentratsiyasi, ya'ni miqdori oshib ketsa, yurakka kardiotoksik ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni yurak urishini tezlashtirib yuborishi mumkin yoki qanaqadir bir taxikardiyalarga olib borishi mumkin. Xavfli, xavfsiz taxikardiyaga olib borishi mumkin. Faqat bitta joyga e'tibor berish kerak. Agarda qalqonsimon bezni funksiyasi tushib ketgan bo'lsa, ya'ni pasaygan bo'lsa, bunaqa paytda bu bez bizda aritmiya chaqirish ehtimolligi juda ham past. Ya'ni gipotireozda aritmiya paydo bo'lish ehtimoli juda past. O'sha joyda ko'pchilik adashadi. Demak, qalqonsimon bezda har qanday muammo aritmiya bilan bog'layverishadi. Bu aslida noto'g'ri hisoblanadi. Qachonki bezni funksiyasi oshib ketsa, bu aritmiya chaqirish mumkin. Ya'ni kasalning aritmiyasi o'sha bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda gipotireoz aritmiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qaysi holatlarda? Demak, gipotireoz endokrinolog tomonidan tasdiqlanadi. Ya'ni qalqonsimon bezida muammosi bor. Ya'ni funksiyasi pasaygan. Funksiyani normallashtirish uchun bemorga o'zini tashqi gormonini berishadi. Ya'ni kichkina tabletkada gormonlar ishlab chiqaradi. O'sha gormonni ichavergan sari tartibsiz, gormonlarni nazoratsiz bu dorilar iste'mol qilinsa, biz demak o'zi bezni ishi kamayib turibdi, lekin tashqaridan gormon ichgani uchun bu gormon yana qonda bu gormon konsentratsiyasi oshib ketib, aritmiya chaqirish xavfi bo'ladi. Faqat shunaqa holatlarda gipotireozda ham aritmiya paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni gipotireoz dori bilan gipertireozga o'tadi. Shu joyini unutmaslik kerak.